Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Gruziyada taksi haydovchilik bo'yicha ajoyib imkoniyat haqida ma'lumot beramiz. Gruziyada mashhur kompaniya BYD avtomobillari asosida rasmiy shartnoma bilan ish taklif qilmoqda. Siz bu ishni to'liq qonuniy tarzda shartnoma asosida boshlaysiz. Eng muhimi, sizga yangi BYD avtomobili ijaraga beriladi. Keling endi daromad haqida gaplashamiz. Kunlik o'rtacha daromad 80 dan 100 dollargacha, bu degani oylik daromad 2200 dan 3000 dollargacha bo'lishi mumkin. Shuningdek, turar joy uchun siz kuniga atiga 3 dan 5 dollargacha to'laysiz. Avtomobilning o'zi esa 15 dan 20 dollargacha kunlik ijaraga beriladi. Demak, barcha sharoitlar juda qulay. Eng yoqimli jihati, atigi 10 kun ichida hujjatlaringiz tayyor bo'ladi va siz rasmiy tarzda ishni boshlaysiz. Ish turi taksichilik. Siz mijozlarni tashish orqali doimiy daromad olasiz. Bu ishda barqaror daromad, qulay sharoit va yangi avtomobil bilan ishlash imkoniyati yaratilgan. Agar siz ham shu imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. +998 90 788 72 21 +998 90 808 72 21 +995 435 72 21 +999 258 3101 +997 252 72 21. Eng so'nggi yangiliklar va ish e'lonlari uchun bizning Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizni kuzatib boring. Gruziyada ish topish, yangi BYD mashinasi bilan daromad qilish bu siz uchun katta imkoniyat. Shoshiling, ariza topshirish bosqichi allaqachon boshlandi. Axborot kanallarimizni kuzatib boring. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Qanday obuna bo'lishni bilmasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Yoki Telegram ilovaningizga kirib, qidiruvlar joyida Migratsiya O'zbekiston deb yozganingizda ham bizning kanalimizni topasiz va obuna bo'lib qo'yasiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.